Assalomu alaykum. Ravshanimiz kanalining hurmatli obunachilar, hurmatli tomoshabinlar, bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Mana bugun sizlar bilan birgalikda Namangan viloyati Chust tumani Chust mol bozoridan narx-navolarni ko'rib chiqamiz. Buzoq bozor, sigir bozor, qo'y bozor, xudo xolasa hamma chorva hayvonlarni narxlarini ko'rib chiqamiz. Videomiz yoqsa birdan like bosib, obuna tugmachalarini bosib, qo'ng'iroqcha tugmachalarini bosishni unutmang. Biz boshladik. Assalomu alaykum. Aka nech pul deyapsiz buni? 15 kam. 15 million so'm kam bor. Bahasi bo'ldimi? 13 million 200. 13 million 200 ga bermadingizmi? 13 million 200 ming so'm, bo'ylari 1.5 plus minus. 1.5 minus emas, 1 plus. 1.10 chiqib qolsa ham kerak. Ravshanus. Ha? Ravshanus. Bahasi 13 million 200 bo'ldi, ha? O'zimiz joyda armaysizmi mol? Ha, o'zimiz Mol qaydiki aka, Chustdikimi? Chustdiki. Chustdiki. Hurmatli tomoshabinlar, telefon raqam qoldiramizmi? Bugun sotiladi, ha? Sifati bor qocha ekan lekin. Bozoringizni bersa rahmat. Navbatdagilarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Nech pul deyapsiz buni? O'zini 14 lagisini 15 deyapmiz. Ikkita-da. Bu ham sizga. 14 million so'm. Kam bor. Kami bor. Bahasi bo'ldimi buni? Ha, 11,5 kam bor. 11,5-12 million so'm. Kamroq bo'pti bahasi mana. Bunisi 14 million so'm kam bor deyapti. Ikkalasini bo'yi past teng, bunisi 1.5 plus minus, bunisi 1.10 chiqib qolsa kerak. Plus minus ozgina. Asasi bor. Aka bunisi bahasi bo'ldimi bunisi? Hech bir. 13 kam bor. 13 million so'm bahasi bor. Navbatdagilarga o'tamiz. Navbatdagilar aka nech pul deyapsiz bular? 3tasi 14 dan. 4-chi? Ikkitasi so'da bo'lyapti. Bahasi bo'ldimi bular aka? Bahasi bo'ldimi? Bu ikkitasi baho bo'lyapti. Nech pul bo'ldi? 26. Bular 14 million so'mdan kam bor deyapti. Hali bular bahosi bo'lmabdi. Bo'ylari 1.5 plus minus. Mana ikkitasi. Mana ikkitasi bo'ldi, ha? Mana shu ikkitasi. 26 bo'ldi deysizmi? Mana ikkitasimi? Ikkitasi 26 million so'm bo'ldi. 26 million so'm. Bular sal polvonroq ekan. Nargilarga nisbatan. Bular ham bo'ylari 1.5 plus. Emas. Navbatdagilarga o'tamiz. Ravshanus. Aka nech pul deyapsiz buni? 14 million. 14 million so'm. Ko'chat sifati bor. Bo'ylari 1.5 chiqadi, ha? 1.5 plus minus. Bahos bo'ldimi? Qancha bo'ldi? 12 million berishyapti. 12 million so'm berishdi. 12 million ustiga ursangiz berasiz. Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon raqam? Aytavering-chi. 97 lik. 257 76. Qo'chamiz yaxshi narsa ekan, hurmatli obunachilar. Rahmat, bozoringizni bersin. Polotonday qo'chalardan navbatdagisi. Aka nech pul deyapsiz buni? 15 million chekami bor. 15 million chekami bor. Bu polvon ekan. Qanday ekanda o'zi ham? Bahasi bo'ldimi? Bo'lyapti. Qancha? Har xil. 12 ham bo'lyapti, 13 ham bo'lyapti. 12. Eng qimmati 13 bo'ldi. 13 million so'm bo'ldi mana shu qo'chamiz. Nech pul? 13 million 300 ming so'm. Bahasi bo'lyapti ekan. 13 million 300 ming so'm. Sifatli bu qo'cha ekan. Qanday ekan? Aka rahmat, bozoringizni bersin. Navbatdagilarga o'tamiz. Aka nech pul deyapsiz buni? Voy, qo'rqing. 11. Arzon qo'cha ham bor ekan mana. Mana arzon qo'cha so'raganlarga. Qonni dang ekan. Yeb ichda muammo yo'q. Xudo xolasa menimcha. Qonni chiqmaydi-ku, yemasa ichmasa.
13 million kami bor deyishyapti ekan. Aka bahosi bo'ldimi buni? Nech pul bo'ldi? 10 million 500 ming so'm bahosi bo'ldi. Bo'ylari 1.5 plus. Nari buqachalarimiz bilan teng. Telefon raqam qoldiramizmi? Aytib yuboringchi. Telefon raqam aytib yuboring. 94 lik. 322 97 92. 322 97 92. Telefon raqamiga aloqaga chiqib mashina arzon buqacha ekan. Olib baholasa tashab qo'ysanglar akalar. Molni o'zi foydasi olishda deydi-yu. Rahmat bozoringiz bo'lsin. Aka nech pul deyapsiz bularni? Qasini? 12 dan kam bor deb. Ikkalasini ham 12 dan kam bor. 24 kam bor. 24 kam bor. Bahosi bo'ldimi? Bunisi 10 million 100, bunisi 10 million 500. Manasini 10 million 100 ming so'm. Manasini 10 million 500 ming so'm qilishmiz. Bunisi org'u lekin suyagi bor narsa ekan. Bunisi sal semizroq. Qonni to'lacharoq ekan. Hurmatli obunachilar. Rahmat bozoringiz bersin aka. Navbatdagi oq tondagi qochamiz ekan. Nechta deyapsiz aka buni? 11 million deyapmiz. 11 million so'm. Bahosi bo'ldimi? 88 million. 8 million 8 ming so'm. Bo'ylari 95 plus minus. 95 plus minus. Oqtondagi qocha. 8 million 8. Hurmatli obunachilar, bozor arzonmi yo qimmatmi? Izohlarda o'z fikringizni qoldirishingizni so'raymiz. Rahmat bozoringiz bersin. Albattagilarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Aka nech pul deyapsizlar? Bu ikkalasi 12 milliondan, bular 10 milliondan kami bor. Ikkalasi 12 milliondan narigida 10 million so'mdan kami bor. Bahosi bo'ldimi? Bahosi bo'ldi, bunisi 11.4, bunisi 11. Bularni qilishmadi. Bular bahosi bo'lmadi hali. Bular kattaroqlari mana 11 million 400 ming so'm bo'libdi, hurmatli obunachilar. 11 million 400 ming so'm. Bo'ylari 1.5 plus. Bunisiniki 1 metr atrofida. Bular sal kamroq ekan. Narxni eshitdinglar. Aka-ukalar, mehnatimizni qadrlab, bir donadan like bosishni unutmang. Aka rahmat bozoringizni bersin. Navbatdagilarga o'tamiz, navbatdagilar. Nech pul deyapsiz buni? 10,5 million so'm kami bor. Bo'ylari 1.5 plus minus, hurmatli obunachilar. Bahosi bo'ldimi? 9 million 600 ming. 9 million 600 ming so'mga chiqdi. Oyoqlarni qarang, oyoqlar. Qo'mpaloq ekan, ha? Boshqacha qo'cha ekan. 9 million 600 ming so'mga bahosi bo'libdi. Hurmatli obunachilar, mana. Bu tomonlari, yon tomonlaridan ko'rsatamiz. Tepasi ham bor qo'cha ekan. Rahmat bozoringizni bersin. Rashanus. Arzon buqachalar ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Aka nech pul deyapsiz buni? 10 million, bahosi bo'ldimi? Qancha bo'ldi? 8 million. 8 million. Bo'ylari 95 plus minus. Rangi chiroyli buqacha ekan, ha? Xudo xolasa olib yashab qo'yadigan buqachalar 8 million so'mdan. Qarang, yon tomonlaridan. Rahmat bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar, bugun buzov ko'p chiqdi. Buzov ko'p. Videomizni shu yerda o'z yakuniga yetkazamiz. Buzov bozor cho'zilib ketsa bizga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Hurmatli obunachilar, bir donadan like bosib, obuna tugmachalarini bosib, bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa barcha bozorlarning narx-navolarini yoritib berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Akalar izohlarda ushbu bozor buqachalari arzon, qimmatmi? Yozib qoldirishingizni so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.